Assalomu alaykum. Zora shu Tiko sotib, devo aralashib o'tib ketsam. Jigulidan zerikmadim, lekin odamni zeriktirib yubordi to'g'risiga. Bunaqa, odamlar g'iybat qo'ying. Yangisi qiziqing. 96-yil motor korobka xatolarida hech qanaqangi ishi yo'q. Ko'zbetda xudo xolasa, devonadan bir defekti, tekta jo'tda ozgina bir defekti bor xolos. Bu mashinamiz benzinda yurib turibdi. Benzin rasxodini bilasizlar endi. Benzin ham rasxod. Yaqinroq keling, bir ko'zdan chiroyli bir ko'rsatib video syomka qilib, salonlari bir qorong'ida ko'rinmaydi. Ko'rsatib o'tingchi, sidinlari normalniy. Yaqinda oldi, yub taramadi hali. Xudo xolasa, yili yaxshi ekan, minib ko'rdim, o'zi zo'r. Bu mashinamiz xudo xolasa yaxshi holatda ekan. Jigolidan sal farq oldi, normalroq deb o'yladim. Bu mashinamizning narxini sizlarga tez sotilib ketish uchun arzon narxda qo'yaman, tezroq ketib. $850 bo'lsa, mana shu Matiz Tiko'yimizni sizlarga berib yuboramiz, obunachilarga. Salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.